qanaqa qilib bir sotix maydonga 4 to'rtvelli uy qurish mumkinligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham kattagina kottejni garadokda turibmiz. Hozir sizlarga shu chiroyli kottejlardan birini obzorini qilib o'tamiz. Kottejimizga kirib keladigan bo'lsak, bitta mashina uchun joyimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, avtomatik eshik darvozalardan iborat. Sokil qismlarini 100% bitirib berishar ekan. Uyimizni 100% patkulch holatda sotib olishingiz mumkin. Binoyimizga kirib keladigan bo'lsak, uzun koridor, birinchi qavat, ikkinchi qavat va mansardan iborat. Pastda esa podvalimiz ham bor. Bu esa ayollarimiz uchun shinamgina bo'lgan oshxonadan iborat bo'ladi. Juda ham yorqin ranglardan tanlashgan ekan. Bu esa birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzul bo'ladi. Uni yonida kattalar uchun, ota-onalar uchun yotoqxona, yotoqxonadan tashqariga qaragan eshik va romlar mavjud va tashqarida bitta katerning sistemi uchun xona ajratib ketishgan ekan. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga ko'tarilar ekanmiz. Bu uyimizni ko'rish mumkin, juda ham yorqin rangda tanlashgan ekan. Ikkinchi qavat ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib o'ng tarafga qarar ekanmiz. Bitta umumiy sanuzulga ko'zimiz tushadi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Uni yonida bitta ota-onalar yotoqxonasi, ichida alohida sanuzulidan iborat bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib, kattagina qilib ishlashgan ekan har bitta xonani. Bu bolalar yotoqxonasi bo'ladi, lekin anu ishini nega qilib ketishgan bilmadim. Bu esa 3-chi yotoqxonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib remontdan chiqargan har bitta xonamiz. Uyimizning umumiy narxiga keladigan bo'lsa, 100 ming dollarda baholanyapti. Yangi Hayot tumanida joylashgan. Mana bu uyimizning mansarda qismi bo'ladi. Mansardada yana 3 ta xonamiz mavjud bo'ladi. Planirovkasi yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Telegram kanalda barcha lokatsiya va ma'lumotlar joylashtirilgan.